Mimin firmasidan nima yangiliklar deganlar uchun Mimin firmasidan yangiliklarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Lux variantlari keldi. Xudo xolasa uni sifatlari ancha zo'r chiqibdi va esa o'sha bir paytlar qulupchalik yo'qmidi deganlar uchun mana shunaqa Miminda qulupchali varianti chiqdi. Zamoshlar qullanadi va mana bu yerda yozuvlari bor. Sifati esa juda ham zo'r. Sifatlari, ko'jalari zo'r. Ko'rishlaring mumkin. Korobkada sifati zo'r. Rangiga kelayotgan bo'lsak, hozircha kumush rangi bilan qora ranglari bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Qora bilan kumush ranglari bor. Narxiga kelayotgan bo'lsak, narxi obunachilarimiz uchun 170 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol bizda Dior do'koniga kelib xarid qilishlari mumkin. Eng zo'r modellarni faqat Dior do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Biz sizlarni kutib qolamiz.